Hammaga salom do'stlar. Bugun yana men Fuzayetda yangi video tayyorladim. Bunda qanday qilib masalan birorta hayvonga duch kelsangiz unda har xil narsa beriladi. Shuni o'rgataman. Masalan, hozir o'rgataman. Hozir jang ketyapti. Picha vaqtdan keyin ko'rishingiz mumkin. Qamo misolga ketdi. Mana bizning jamoadoshlar, mana men hujumga teppan, bittasi yo'q bo'ldi. Men ikkinchisi kelyapti yo'qdan. Mana shu yerda bitta sherga o'xshagan hayvon bo'ladi. Hozir chiqadi, kutsang. Agar mana shu toshli maxluqni o'ldirsangiz, sizga joningizni kamaytiruvchi bitta antiqa narsa beriladi. Joningizni u asta-asta kamaytiradi. Buni o'rganda ham yana hozir buni yo'qotib oling. Meni o'ldirishingiz mumkin. Hozir ko'rasiz. Men hozir o'zim jon beryapman. Masalan, mana sherga o'xshagan hayvonni o'ldirsangiz, unda bitta jon bilan joningiz to'lib ketaveradi. Qaysi hayvonni o'ldirsangiz, masalan, mana shuni o'ldirsangiz, unda ko'proq jon beriladi chunki bundan ham boshqachasi bor. Buni keyinroq o'rgataman. Mana jon berildi, jonlarni oldim.